Assalomu alaykum azizlarim. Yaqin orada hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Shularni ko'rib chiqamiz. Qanday o'zgarish bo'ladi? Yaqin orada juda ko'p insonlarimiz yo'lchilik kutyapti. Boshqa shaharga, boshqa viloyatga va balkida boshqa davlatga, chunki bu yerda ham yo'lchilik chiqyapti, g'urbat chiqyapti, ya'ni ikki tarafdan da yo'lchilik chiqyapti. Bu yo'lchilik davomida yolg'iz insonlar sevgan insonni uchratishi ko'rinyapti. Balkida bu yo'lchilik ba'zi insonlar uchun boshqa davlatga chiqish emas, ba'zi insonlar uchun o'sha baxt yo'lidagi yo'lchiligi hisoblanadi, deyapti. Birinchi yo'li yaxshilik bilan tugamagan bo'lsa, ikkinchi yo'li albatta yaxshilik bilan tugashi ko'rinyapti. Bu yo'lchilikda, ya'ni haqiqatan ham boshqa bir joyga ketmoqchi bo'lgan insonlari ko'pchiligi ishlash uchun ketyapti, deyapti va xato qilmayapti, deyapti. Chunki hayotini qutqara oladigan, oyog'ini mustahkam bosa olishi uchun orqaga qaraganida suyanadigan narsasi bo'lishi yo'lida juda katta muvaffaqiyatlarga erishishi, chiroyli bir hayotni tamal toshlarini qo'yishi kuzatilyapti va aytayaptiki, bu yo'lchilik davomida hech nimadan qo'rqmang, deyapti. Bir safar biror nima sizni foydangizga hal bo'lmagan bo'lsa, ikkinchi safar albatta sizni foydangizga hal bo'lishi ko'rinyapti bu yerda va istagan hamma narsangizni qo'lga kiritishingiz ko'rinyapti. Haqiqatan ham bu yo'lchilik davomida bir qismi qarang, ish, pul bilan bog'liq bo'lyapti, bir qismi esa sevgi, muhabbat bilan bog'liq narsalar chiqyapti. Agar shaxsiy hayotingiz bir tekisda ketmagan bo'lsa, bu yo'lchilik davomida, ya'ni bu yo'lchilik degani hayot yo'li ham bo'lishi mumkin. Bir qism inson uchun haqiqatan ham boshqa davlatga chiqish ko'rinyapti, bir qism insonlar uchun esa hayot yo'li ko'rinyapti bu yerda. Hayot yo'lida bir tekisda ketmasdan og'dan to'ntar voqea, hodisalar bo'lib, sevgan insonidan ayrilgan insonlar bordir, boshqadir. Bu qiyin vaziyatlarda hammasi tugadi, deyapti. Yangiliklarga, sarguzashtlarga ochiq bo'ling, deyapti va albatta, deyapti, hayotingizni mustahkamlab keta olasiz. Ayrilganlari yarishish, tamomila yolg'iz insonlari esa yangi bir insonlar bilan tanishib, bu hayot yo'lini davom etish kutmoqda. Chet el safaridagi insonlar uchun ham xuddi shunday. Mehnatdan qo'rqmang, yangiliklardan qo'rqmang, yangi narsalar sinab ko'rishdan qo'rqmang. Bir safar nimadir yo'lida ketmagan bo'lsa, alal oqibat siz xohlagandek hamma narsa yo'lida ketadi va hamma xohlagan narsalaringizni qo'lga kiritishingiz ko'rinmoqda bu yerda. Haqiqatan ham bugun juda ham chiroyli ochilim bo'ldi. Hamma uchun shifoli bo'lsin. Bu yerda hech qanday yomon energiyalar yo'q, faqatgina nima deydi? Bir narsani bitib yangi boshlang'ichga o'tish kerakligi, yangi narsalarni boshlashga qo'rqmaslik va sinab ko'rish kerakligini va alal oqibat hamma xohlagan narsalarni qo'lga kiritishi, kuchlanishi va yuksalishi kuzatilmoqda bu yerda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.